avvallari mana bunday batareyka. Endi hamma telefon zavodlari telefonlarni batareykasini oson uyda almashtirsa bo'ladigan qilishga majbur. Xuddi biz pultni va soatlarni batareykasini uyda almashtirganda yoki avvallari mana bunday batareyka qo'yganni singari. Yoki bitta shartni bajarishga to'g'ri keladi. Dizayn nima bo'ladi, suvga himoya nima bo'ladi va bu yangi shart nima edi, keling shu haqida gaplashamiz. Obuna bo'ling, siz telefon va texnika haqida yangiliklar yetkazadigan sahifani topdingiz. Bilasizlar, hamma telefon zavodlarida bir xil zaryadga, bir xil naushnikka o'tishga majbur qilgan ham Yevrokomissiya bo'ladi va iPhone'da ham hech kim ishonmaganda Type-C ga o'tishga majbur qilgan Yevrokomissiya bo'ladi. Yevrokomissiya odamlar foydasini o'ylaydi, texnika sohasiga kelganda. Yangi shart nima edi? Bu min siklda ham telefon yonqisi 80% dan tushmasligi kerak. Min sikl bu 3 yil degan ekan, 3 yilda ham 80% dan tushmasligi kerak. Zavodlar bu shartlarni bajarishga hozirdan o'zi kirishgan. iPhone 14 ga dovr 500 siklda 80% dan tushib ketardi ekan. 15 ta tepasida min siklda ham 80% dan tushmaydi deb e'lon qilingan. 2027-yilgacha bu garantiyaga o'sha kirish kerak. Ya'ni 80% dan 3 yilda tushib ketsa, bepulga telefonni va batareykani almashtirib beradi. Yana bitta misol, hozirgi tekshirayotgan Honda X9 deydi. Zavod 6 yilgacha 80% dan yonqisi tushmaydi deb e'lon qilgan. Xo'p, siz o'zingizga tanlash huquqi bersa, yangi batareykani oson almashtiradigan qismmi, dizaynni o'zgartirib yoki 3 yilgacha 80% ga garantiya bersin? Qaysi birini tanlaysiz?